Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizani YouTube orqali kuzatib boradiganlar. Bundan oldingi videomiz manfaatli bo'ldi deb hisoblaymiz, chunki buni yig'ilish jarayonlari, ichi tuzilishlari, hamma parametrlarni aytib o'tdik. Endi buni davomi hisoblanmish mana shu hashaklar va o'zimizdagi bor mahsulotlarni buni ishlash jarayonlaridan bir chiqazib, hashakni ko'rsatib bermoqchimiz. Buni yig'ilish jarayonlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi videolarimizni kuzatib borsangiz yoki kanalimizga obuna bo'lsangiz, mana shuni yig'ilish jarayonini qo'yib berdik. Bundan oldingi videolarimizda bor. Endi buni ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana ho'l quruq hashak turibdi. Buni sizlarga o'tkazib, mana shu qanaqa hashak o'tkazishini ko'rsatib beramiz. Hozir ichida yopiq sitkasi turibdi. Hashakni to'g'ridan to'g'ri o'tkazamiz. Chunki ho'l hashak, quruq hashaklarni bular bemalol mana shu to'g'ridan to'g'ri sitkasiz ham maydalab bera oladi. Shuni sizlarga ko'rsatib beramiz. Endi boshladik bo'lmasam, bismillah deymizda boshlab olamiz. Xudo xolasa mana qo'shib olamiz, toklarni bitta ko'ramiz. Hozir u yoqda avtomat qo'shib yuborsin. Mana. Mana tokimiz 219. Avval qurug'idan boshlaymiz, ho'lidanmi bo'lmasam. Har qurug'ini o'tkazaylik masalan mana. Mana buni qo'yib olish kerak ekan yana bundan. Ko'proq solavering. Soling, ko'proq solavering. Butunlay soling shuni, butunlay sovaring. Soling, olib keling. Zo'r chiqadi. Zo'r chiqadi. Qarang. Bemalol kelib qilishingiz mumkin. Soling, hammasini o'tkazavering. Hammasini. Ishlashini ko'ryapsizlar mana. Bemalol ho'li quruq, qurug'ini ham o'tkazib yuboring. Tortib ketadi bu bemalol. Mana ho'li quruq aralashib o'tkazib yuboryapmiz. Bo'ladi. Mana shuni o'tkazaylik. Endi kelinglar, buni bir tashayda bitta ko'rsatib beraylik, qaranglar. Hozir ho'li quruq o'tkazdik mana. Hali sitka qo'yganimiz yo'q bunga. Umuman sitkasiz, yopiq sitka bilan o'tkazdik mana. Ho'l quruq, eng mayin ko'chadagi dag'al hashakni o'tkazyapmiz. Endi poyalarni
Biydalarni o'tkazsangiz juda ham ajoyib o'tkazib beradi. Mana endi buni nishqirt qilmaydi. Yoyib qo'yib, quritib ham qo'yishingiz mumkin. Ele buni yamaga bosishingiz ham mumkin. Bular modelimizga keladigan bo'lsak, bu 524 modelimiz hisoblanadi. Mana modeldan ko'rsatib beraylik. Bao kompaniyasiga tegishli. Motorimiz 4 kilovatlik. Og'irligi buni 88 kilo hisoblanadi. 3000 oboroti. Bularning narxlariga yana bir to'xtaladigan bo'lsak, narxlariga keladigan bo'lsak, bular 2 million 700 ming bilan dastavkasi ichida yetkazib beramiz, uyingizgacha yetib boradi. Endi agar chekka joylarda bo'lsangiz, yaqinroq joyga, tuman markaziga chiqib olishingiz mumkin. Boshqa joylarda bo'lsa, agar yo'lga yaqin joylarda bo'ladigan bo'lsa, xonadoningizgacha yetkazib beramiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi sitkalarni almashtiramiz degan, don o'tkazamiz. Bitta ichini ham ko'rsatib beramiz mana. Ichini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ozgina nimamiz o'tgan xashagimiz qolibdi. Endi sitkasini almashtiramiz. Mana olib tashlaymiz buni. Narigi yopiq ana shuni qo'yib yuboraylik. Mana sitkani qo'yishini bir yaxshilab ko'rib olasizlar. Tepa tomondan yurgizamiz. Bu yerda ikki qator yuradigan joyi bor. Pastga ketib qolmaslik kerak bunisi. Yopiq sitkamiz pastda turadi, bunisi tepaga chiqish kerak. Urib-urib yurgizing. To'xtang, pastga o'tib ketdi, orqaga qaytaring. Endi ko'taraman, yurgizing. Ketdi mana, tepadan chiqyapti mana. Bunday qilaylik. Ko'rindimi? Bo'ldi. Endi yopamiz. Endi don o'tkazamiz, xudo xolasa. Mana shuni ko'rsatiladi. Bu xashakniki. Endi don o'tkazmoqchi bo'lsak, buni yopib qo'yamiz. Donni xashak distiga chiqazib yuboramiz, to'g'ridan-to'g'ri. Uni yopmayman, chiqib ketaveradi. Yo'q, pastini oching, uni yoping, uni ham yoping. Eng tagidan chiqadi don. O'shani qolganlarni yopib, mahkam qilib qo'yasizlar. Chang chiqmasligi uchun qattiqroq qotirsanglar, hamma joyda chang yemaydi. Mana bu joyiga donimizni solib olamiz. Bo'ladi. To'kdik. Mana donni solib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Endi donni o'tkazib sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Xohlasa. Mana taxminan 10 kilo don soldik. Mana John Leferdan necha minutda chiqashini ko'rasizlar. Mana bunisini bo'shatib olaylik ozgina. Bittasi bo'sh ekan-u, ikkinchisi ham bo'ladi. Bo'ldi, bo'sh ekan. Shart emas kulish. Bismillah. Qo'shdik. Yo'q, kerak emas. Normada qilib, ochib, qotirib qo'ysangiz ham bo'ladi buni. Qotirib qo'ydik. Donimiz o'zi keyin o'tib ketaveradi. Bemalol mana shu xuddi tegirmonday qilib mana ishlatishingiz mumkin. Buni og'ziga bemalol katta yashik qilib qo'ysangiz bo'ladi, u tomonga tepasiga material tortib qo'ysangiz, umuman chang yemaydi. O'zingizga moslab olasiz. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatyapmiz buni.
ham donimiz kamayyapti. Ko'proq ochamiz endi. Ozgina ko'paytirdik. O'zi tugaydi hozir mana. Ketishini oxirini ko'rsataylik. Bir ichini bitta tozalab chiqazib yuborsin, o'chiramiz. Mana o'chirdik. Xo'sh, kelinglar mana. Ko'rsataylik donimizni mana. Necha minut ketdi hozir shuni o'tkazganiga mana. Bemalol sepib bersangiz bo'ladi. Bug'doyimizni mana necha minutda. Mana tarozimiz bormi? Bitta qo'yib ham ko'rsatamiz. Mana necha minutda o'tdi mana shu. Tarozimizni oling. Mana shu yoqqa qo'yaylik. Endi taraga anaqasini chiqazamiz keyin. 9 kilo deylik. Xo'p, 1 kilo tarasini olib tashlaymiz. Mana idishimiz 1 kilo desa, 8 kiloni mana chiqazgan vaqtimizni videoda ko'rishingiz mumkin. Kimga mana shu drobilkadan kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Bizlarda optim narxlar skladdan mana birinchi qo'l Xitoydan olib kelamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa korobka holatda boradi. Mana kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz chiqmasin.